Biz jonli efirdamiz. Siz Mahalla telekanalida kun nafasi loyihasini tomosha qilyapsiz. Yaxshi kayfiyatdamiz, chunki reklama payti yaxshi mavzularda mushohada yuritdik studiyamiz mehmoni bilan va aynan mana shu mushohadani e'tiboringizga havola qilamiz. Ularni tanishtiraman. Shon Sharaf muzeyi xodimi Sabinaxon Nosirova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'linglar. Dastlab Shon Sharaf muzeyining bugungi kundagi faoliyati, unga belgilab berilgan vazifalar, maqsadlari haqida gapirib bersangiz. Avvalambor Shon Sharaf davlat muzeyi bu G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi tarkibidagi muzey hisoblanadi. Muzeyimiz hozirda oliy toifadagi muzey. Har kuni mana shu tashriflar soni kundan kunga kengaymoqda va bizlarning asosiy maqsadimiz mana shu ko'p millatli O'zbekiston xalqini Ikkinchi jahon urushi davrida ota-bobolarimiz, qahramonlarimizni ko'rsatgan jasorati, qahramonligi va bizlarni mehnatkash xalqimizning front ortida ko'rsatgan jasorati, matonati, ayollarimiz, keksa yoshdagilar, yosh bolalar mana shu umumiy yig'ilgan ma'lumotlarni, eksponatlarni ekspozitsiyalarga joylashtirib, muzey bo'yicha tashrif buyuruvchilarga qiziqarli ma'lumotlar berish va ushbu eksponatlar bilan ularni tanishtirish. Tushunarli. Va biz bilamizki, muzey eksponati yildan yilga boyib boryapti, to'g'rimi? Shunchaki dastlab ochilgandagi eksponatlarning o'zi bilan kifoyalanmayapti. Ha, albatta. Ana shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Gapingiz to'g'ri. Mana shu hozirda 6 yil bo'ldi muzeyimiz ochilganiga. Dastlab yig'ilgan mana shu ma'lumotlar, ashyolar, eksponatlar soni kamroq edi. Hozirgi kunga kelib, mana bugunda 20 mingga yaqin bo'ldi. Ya'ni muzeyimiz fondi juda ham boyigan. Asosiy fondda mana shu tashrif buyuruvchilarga ko'rgazmaga qo'yilgan ekspozitsiyamizda haqiqiy, original, ya'ni o'sha davrdan saqlanib qolgan eksponatlar, urush qatnashchilarini taqdirlangan orden medallari, fotosuratlari, ularni saqlanib qolgan liboslari, har biri ya'ni artefaktlar. Bu yerda hattoki urush davr maktublari, ya'ni askarlarimizni o'z oila a'zolari bilan ularni bog'lagan sog'inchli xatlari, har birlari bizlar uchun bir katta tarix. Mana shu kelayotgan tashrif buyuruvchilar ham ko'rib, ularni juda ham taassurotlari boshqacha. Ijobiy taassurotlar. Ushbu muzey faoliyati davomida nafaqat o'zbek xalqining aynan mana shu tarixi, milliy qadriyatlari, balki vatanparvarlik ruhini ham targ'ib etishda muhim ahamiyatga ega ekan. Ha, albatta. Chunki hozirgi kunda aytamiz-ku, kelajak yoshlar qo'lida. O'sib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ya'ni bizlarni mana shu urush ishtirokchilari, ota-bobolarimizni ko'rsatgan qahramonligi, ya'ni tinchlik yo'lida mana shu g'alaba uchun, xalqimiz tinchligi uchun ularni ko'rsatgan qahramonligi, jasorati, ya'ni hech narsadan qo'rqmaganligi va o'z jonini, hayotini mana shu tinchlik yo'lida fido etganligi. Mana shu yoshlarimiz hozirgi kunda kelishadi, tashrif buyurishadi va ekskursiya davomida shu darajada og'ir, qiyin sharoitlarda ham ularni oxirigacha, ya'ni bizani o'zi xalqimiz sabrli, matonatli, shuni ko'rsatib aytib bersak, ular faxr tuyg'usi bilan ketishadi. Unaqa muzeyni ko'rib juda ham bir katta taassurot olishadi. Mana shu asosiy maqsadimiz ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Shu o'rinda aynan ana shu buyuk ajdodlarimiz va allomalarimizni merosini xalqaro miqyosda targ'ib qilish bo'yicha-chi aynan muzeyda qanday ishlar amalga oshiriladi? Har yili mana muzeyimiz tashkil etilgandan buyon muntazam ravishda har yili bizlarda xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalar o'tkaziladi. Bu xorij davlatlari bilan birgalikda mana shu MDH davlatlari hamkorligida konferensiya. Ushbu konferensiyada bizlarni ilmiy xodimlarimiz, professorlarimiz va xorij davlatlaridan ham katta-katta muzey rahbarlari, direktorlari ishtirok etishadi. Har yili bizlarda Ikkinchi jahon urushi xotiralarida o'zbek xalqini Ikkinchi jahon urushiga qo'shgan hissasi deb nomlangan kitob albom. Mana bu yili 6-marotaba o'sha kitob albom chop etildi. Yana bu yilgisi mana shu konferensiyada nafaqat bu hozirda o'zbek tilida, hattoki italyan tilida ushbu kitobni italyanchasi, ya'ni tarjima qilinib chop etildi. Hozirda italyanliklar ham, ularning xalqi ham bizlarni, o'zbekistonlik vatandoshlarimizni, mana shu Italiyani qarshilik harakatida ishtirok etgan vatandoshlarimizni qahramonligi, jasoratini o'zlarini tillarida o'qib, bizlarni qahramonlarimizni jasorati bilan tanishishmoqda. Nega aynan italyan tiliga?
bizlarda endi hamkorlik o'rnatilgan. Hozirda ko'plab davlatlar bilan memorandumlar imzolangan. Masalan, Belarus Respublikasi muzeylari bilan Rossiya Federatsiyasi bilan mana shu memorandumlar doirasida endi taklif tushdi, ya'ni italyan tiliga chop etish, mana shu qahramonlikni, mana shu kitobni ham xalqqa ko'rsatib berish. Keyinchalik balki boshqa tillarga ham tarjima Albatta. qilinadi. Endi hozirda italyan tili, uzr, gapingizni bo'ldim. 5 ta asosan tan olingan va ko'plab shu davlatlarda foydalanadigan tillardan biri italyan tili, o'shaning uchun ham. Va bugun bilyapmizki, muzeylarda innovatsion yondashuvlar, ana shunday yechimlar ham o'zini samarasini beryapti-da. Biz shu haqida so'ramoqchi edikki, siz faoliyat yuritayotgan muzeyda ham ancha-muncha innovatsion yechimlar bor u yerda. Ha, albatta. Zamonaviy yondashuvlar bor. Shular haqida ham gapirib bersangiz. Hozirgi kunda muzeyimizni ana shu yangi zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu interaktiv ekranlarda sun'iy intellekt yordamida qahramonlarimizning foto suratlarini jonlantirish ishlari amalga oshirilmoqda. Bizlarni mana shu majmuamiz tashkil etilgandan buyon o'zimizni saytimiz tashkil etilgan g'alababog'i.uz. Ushbu saytdan mana shu internet tarmoqlaridan foydalanuvchilar bemalol kirib, saytimizdagi ma'lumotlar bilan, bundan tashqari u yerda virtual sayohat bor. Ya'ni uyda o'tirgan holda muzey bo'ylab sayohatni amalga oshirishlari mumkin. Muzeyning har bir bo'limidagi ma'lumotlar, ekspozitsiyalar ana shu saytimizga joylangan. Ya'ni uyda o'tirib turib, telefon orqali muzey bo'yicha ekskursiya tashkillashtirishlari mumkin. Audio gid xizmatlari, ya'ni tashrif buyuruvchilarga moslama bor, qurilma. Ya'ni u masalan bizlarda jonli gid ham bor, o'zi olib borib ekskursiya tanishtiradi. Audio gid moslamasi orqali kelgan tashrif buyuruvchi ana shu qurilmani oladi. Ya'ni o'sha quloqchinlarni osib, naushniklarda bemalol muzey bo'yicha aylanib, ana u yerdagi fishkalarga audio gidni olib borganda moslamani har bir hudud, har bir bo'lim bo'yicha ma'lumot olishlari mumkin. Nechta tilda? 3 ta tilda. Hozirda o'zimiz davlat tilimizda, rus va ingliz tilida audio gid moslamasidan bemalol foydalanib ma'lumotlarni olishlari mumkin. Bundan tashqari bizlarda elektron kataloglar, ya'ni har bir eksponatlarni elektron ma'lumotlari kiritilgan. Hattoki uyda o'tirgan holda mana hozirda onlayn chipta sotib olishlari mumkin. Ya'ni kundan kunga har bir narsa zamonaviylashyapti va tashrif buyuruvchilarga, umuman xalqimizga qulayliklar, nafaqat xalqimizga, xorijliklarga ham qulaylik yaratish maqsadida. Tushunarli. Aynan ana shu innovatsion loyihalar, g'oyalar orqali muzeyga tashrif buyuruvchilar sonini orttirishga alohida e'tibor qaratilgan, to'g'rimi? Aynan maqsad ham shu, yoshlarimizni muzeylarga tashrifini oshirish, ko'paytirish, ya'ni ularni tarixga bo'lgan qiziqishini oshirish. Bu borada yana qanday ishlar amalga oshirilishi kerak deb o'ylaysiz? Hozir mana sizlarga aytib o'tishim kerak, Shon Sharaf davlat muzeyi juda ham tashrif buyuruvchilar bilan gavjum. Chunki bizlarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Dolzarb 90 kun loyihasi amalga oshirilmoqda. Ya'ni bu Toshkent shahridagi 4 ta muzey, Temuriylar tarixi muzeyi, O'zbekiston tarixi, shahidlar xotirasiga bag'ishlangan muzey va Shon Sharaf davlat muzeyiga, ya'ni yoshlarimizni mana shu 3 oylik ta'tilini maroqli o'tkazishlari uchun mahalla fuqarolari, nuroniylarning kun davomida vaqtlarini maroqli o'tkazishlari uchun oliy ta'lim muassasalari talabalari, o'qituvchilarimiz, ya'ni ularni madaniy hordiq olishlari uchun Dolzarb 90 kunlik. Har kuni ishonasizlarmi, 1000 dan ortiq tashriflar. Mana ertalabdan kelishadi. Bu tashriflarni asosiy maqsadi ham o'zi muzeylarimiz bu madaniy merosda, ya'ni xotira, ana o'sha mamlakatning, davlatning madaniyati. Mana shu ma'lumotlarni yetkazishda ko'plab loyihalar. Mana ulardan biri Dolzarb 90 kunlik loyihasi. Tushunarli. Va hozir mana siz aytdingiz-ku, bir qator mamlakatlar bilan xalqaro memorandumlar imzolangan. Bundan tashqari yana xorijlik olimlar uchun bugun ushbu muzey, ushbu memorial majmua qanchalik ochiq? Bizlarda ma'lumotlar almashinuvi juda ham ochiq. Bir-birimiz bilan ma'lumotlar almashinish, bundan tashqari hozirda ilmiy dissertatsiya ishlarini qilayotgan o'zimizda mana yoshlarimiz bor. Ular bemalol ilmiy yondashuvlar, bundan tashqari bizlarning asosiy muzeyimizni yuragi, bu maqsadi
Ikkinchi jahon urushi davrida bedarak yo'qolganlarni ma'lumotlarini izlab topish, ularni xotirasi. Mana o'tgan yili Belarusiyani Gomel viloyatidan qahramonimiz, urush qatnashchisi Abdullajon Dadaboyevning medalyoni, ularni yonida qoldiqlari topildi, ya'ni askar qoldiqlari. Shuncha yil davomida, mana 80 yil davomida askar bedarak yo'qolgan degan ma'lumot bo'lgan. U haqida hech qanday ma'lumotga ega emas edik. Mana shu qidiruv ishlari, ya'ni hamkorlik natijasida askarimiz o'sha Farg'ona viloyati O'zbekiston tumaniga, o'z ona vataniga qaytdi. Ya'ni uning qoldiqlari olib kelindi, qayta dafn etish marosimi o'tkazildi. Bu ham yana bir narsani, ya'ni o'sha 158 mingdan ortiq yurtdoshlarimiz bedarak yo'qolgan deb hisoblansa, hali hanuzgacha shu qidiruv ishlarini davom ettirilayotganligi, hech bir askarimiz, qahramonimiz unutilmasligi, ularning xotirasi abadiy ekanligi va bugungi kunda Xudo xohlasa har bir qahramonlarimiz haqidagi ma'lumotlarni yana ham kengaytirish asosiy maqsadimiz ham. Haligi xalqdan muzeyga degan bir juda yaxshi an'ana yo'lga qo'yilgandida, ya'ni odamlar o'zlarining o'sha artefaktlarini, eksponatlarini olib kelib, ma'lum bir muzeylarga topshirish an'anasi haqida gapiryapman. Bu an'ana nazarimda sizning muzeyingizda ham juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Keng yo'lga qo'yilgan. Chunki insonlar o'zlarining uylaridagi shu bobolariga, buvilariga tegishli xatlarni yoki bo'lmasam boshqa qandaydir bir buyumlarni olib kelib berishayotgandir. Siz muzey xodimasi sifatida ular bilan tabiiyki qiziqib suhbatlashasiz. Shu jarayonlarda sizni hayron qoldirgan lahzalar ham bormi? Suhbat jarayonlarida shuni aytib bering, nazarimda tomoshabinlarga ham qiziq. Bizlar mana shu o'zim Shon-sharaf davlat muzeyida ekskursovodman, ya'ni gid xodimi. Ana shu ekskursiya o'tish jarayonida tashrif buyurganlar, "Voy, dodamni buyumlarini olib kelib topshirsam bo'ladimi?" Ha, albatta olib kelib topshirsanglar bo'ladi. Bizlarda mana shu muzey bo'limlari bor, ya'ni fondlar bo'limi, dalolatnoma tuziladi. Har bir artefakt, ya'ni ashyolar qabul qilinadi. Ular ekspozitsiyaga joylashtiriladi-ku. Shunaqa bir holat, misol uchun Ikkinchi jahon urushi ishtirokchisini qizlari tashrif buyurdilar. Ular ma'lumot tariqasida endi biza yig'ilib qolgan ashyolarimiz bor. Nima qilsak bo'ladi? Muzeyga olib kelib topshiring. Muzeyimizni ikkinchi qavati ham borda. Ikkinchi qavatimiz viloyatlar kesimida ajratilgan. Har bir 12 ta viloyatimiz, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zlarini burchaklari. Va har bir urush qatnashchisi qaysi viloyatdan urushga safarbar etilgan bo'lsa, ularning ma'lumotlari o'sha joylarga joylashtiriladi. O'sha viloyatlar kesimida. Olib kelib o'sha Samarqand viloyatiga joylashtirdilar Rauf Qayumov qizlari va ana o'sha ma'lumotlarni olib keldilar. U yerda ularni taqdirlangan orden medallari, Qizil yulduz ordeni bilan taqdirlanganlari, fotosuratlari, hattoki saqlanib qolgan harbiy liboslarini olib kelishdi. Muzeyimiz ekspozitsiyasiga joylashtirildi va qizlari maylimi mana shu qilgan ishlaringlar bo'yicha bir ikki og'iz maqola yozib ketdilar va bizlarda aytdim-ku, har yili muntazam kitoblar chop etiladi. Xotiralardan o'rin olgan tarix deb nomlangan kitobimizda ana shu urush qatnashchisini o'zlarini, qizlarini muzeyimizga aytib o'tgan so'zlari, e'tiroflari, ularni baholari maqola tarzida chop etib chiqarildi. Muzeyimiz ekspozitsiyasi boyidir. Ajoyib. Chunki biz xonadonimizda ana shu ashyolarni, eksponatlarni ma'lum bir davr saqlashimiz mumkin-da. Keyin bizdan keyingi avlod uni qay darajada saqlaydi bilmaymiz-da baribir, to'g'rimi? Lekin muzeyga topshiradigan bo'lsak, bu nafaqat o'zimizga, xalqimiz uchun ham, kelajak avlod uchun ham bu ancha-muncha katta bir meros bo'lib qoladi-da. Shu o'rinda yurtdoshlarimizga ham bemalol murojaat qilsak bo'ladi, ayni damda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizga, agar ular orasida ham aynan ularni ajdodlari urush qatnashchilari bo'lgan bo'lsa, ya'ni bobolari, buvilari orasida ana shunday ashyolar bo'lsa, aynan Shon-sharaf davlat muzeyiga olib kelib topshirishlari mumkin. Albatta, bizlarning majmuamiz va muzeyimiz dam olish kunlarisiz ishlaydi. Ya'ni har kuni biz shay holdamiz, ya'ni xalqimizni, tashrif buyuruvchilarni kutib olish bo'yicha ana shu o'zlarining vaqtlariga qarab olib kelib topshirishlar bo'ladi. Biz bundan xursand bo'lamiz, chunki muzeyimiz yanada boyiydi. Bundan tashqari mana shu ma'lumotlar bilan ularni yaqinlari tanishib ketishadi. Muzeyga kelganda faxr tuyg'usi bilan
muzeydan juda ham katta taassurot olib faxr tuyg'u mana dodam mana muzeyda saqlanayotgan ekan ularni buyumlari deb xursand bo'lib qaytishadi. Ajoyib. Va hozir aynan mana shu siz faoliyat yuritadigan muzeydan to'g'ridan to'g'ri reportaj bor. Keling birgalikda uni tomosha qilamiz, keyin suhbatda davom etamiz. Marhamat.